Assalomu alaykum aziz do'stlar, Texnika Advance Service kompaniyasidan texnika xarid qilishdagi 5 ta afzalligini bugun sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Akalar, birinchi afzalligimiz shuki, texnikani ko'rib turgan showroomingizgacha treylerda olib kelamiz. Logistikadan 2-3 so'm rasxodni ayamasdan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi korxonalarga o'xshab samoxodiga yo'lda apkatkadan chiqazib, buzuq texnikani mijozga topshirmaymiz. Ko'rib turibsizlar akalar, ikkinchi afzalligimiz 100 dan ortiq sotuvda наличие texnikalarni tayyorlab qo'yganmiz. Yo'l qurilishi, bino qurilishi bo'yicha har xil brenddagi texnikalar. Kelib, ko'rib, tanlab bir soat ichida ushbu texnikalarni egasi bo'lishingiz mumkin. Uchinchi afzalligimiz TAS Group kompaniyalar guruhiga kiruvchi TAS Motor servis markazimiz. Olgan texnikalar qaysi viloyatda bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha veznoy, ya'ni o'sha chaqiruv asosida o'zimizning komandamiz bor. Texnikani joyiga borib, bemalol servis xizmatlarini ko'rsatish mumkin. Akalar, 4-afzalligimiz ehtiyot qismlar ombori bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri XMG, Shakman, Shantoy texnikalariga tushadigan zavoddan original ehtiyot qismlari bilan ta'minlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu omborxonamiz ehtiyot qismlari bilan to'la. 5-afzalligimiz akalar, o'zimizning shaxsiy bojxona omborimiz bor, ochiq turdagi. Texnikamiz cho'tki keladi, qabul qilib olamiz, hech qanaqa kamchiliklarsiz. Bu yerda sizlarga nima beradi? Texnikani olib kelganimizdan keyin hech qanaqa ключи yoki bo'lmasam bir texnik tomonlama zapchastlari yo'qolmaydi. Mijozgacha sifatli tarzda yetib borishiga yordam beradi. Bu video bilan nima demoqchimiz? Bizdan kelib texnika xarid qilinglar demaymiz. Texnika Advance Service kompaniyasida bu 5 ta afzalliklari mavjud. Boshqa kompaniyadan texnika oladigan bo'lsanglar ham shu 5 ta afzalligi bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmay texnikani xarid qilsangiz bo'ladi. Texnika Advance Service kompaniyasi har doim xizmatingizda batafsil ma'lumotlarni pastdagi raqamlar bilan olishingiz mumkin. Hammangizga omad.